komplekt holatda motoblok olaman, temir balonlari hamda universal bo'lgan mana bunaqa agatlari bilan komplekt holatda olmoqchiman degan akalar do'konimizga motobloklar uchun yangi agregatlarimiz tayyor bo'lgan. Hozir bularni ma'lumot, narx-navosini tanishtirib o'taman va motobloklarimizni ham narx-navosini tanishtirib o'taman. Va undan tashqari hozir do'konimizda juda ham katta aksiya ketmoqda. Bu aksiyada siz mana shu motopilani tekinga olib ketsangiz bo'ladi. Boshqa joylarda pulga sotilayotgan shu motopilani tekinga sizga berib yuboramiz. Magnat firmasiga tegishli motorlari 5800 katta motor qo'yilgan. Sep strellalari 32 talik original sep strelladan qo'yilgan. Mana shu benzopilani tekinga 1 so'm pulsiz sizga berib yubormoqchimiz. Tekinga motopila olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib hoziroq omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, videoni oxirida tekinga mana shunaqa benzopilani olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Shuni hisobiga videoni oxirigacha ko'ring va tekinga motopila olib keting. Birinchi bo'lib motobloklarimizni ma'lumotini tanishtirishni boshladim. Bu motobloklar ko'pchilik so'ragan, sifat tomonlama ham eng baquvvat bo'lgan TX firmani. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan mana shu turdagi yer haydaydigan motobloklarning ichida sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng zo'rini hamda eng baquvvatini olaman degan akalar mana shu TX motoblogi bo'ladi sizlar uchun variant. Bu TX motoblogimiz eng baquvvat deyilishidan sabab boshqa motobloglardan bu TX motoblogimizni korobka qismi usulini qilib katta korobka qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga boshqa motobloklardan baquvvat hamda sifatli ishlab bera oladi. Motorlari 7 ot kuchlik 170 F motor qo'yilgan bo'ladi. Yoqilg'i turlari benzinli bo'ladi. 1 soatiga 0,5 litrdan benzin rasxod qilib beradi. Benzinni kam rasxod qiladi hamda 80 benzinda ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Chunki bu motoblogimizga original karburator qo'yilgan. Shuni hisobiga benzin rasxodi kam hamda 80 benzinda ham ishlaydi. Yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodit olib ishlab bera oladi. Korobka qismlarini boshida aytganimda 4 xil korobkaligi bor. Mana shunaqa katta 450 talik usulli korobka, xohlaganlar uchun 350 talik korobkaligi, xohlaganlar uchun 250 talik har xil korobkali variantlari bor akalar. Shuni hisobiga narx-navolari o'zgaradi akalar. Xo'p, skoroslari oldiga 1 hamda 2 skorosi, ikkita oldiga skoroslari bor, orqaga bittadan zatning xotlari bor. Bu tomonida disiplinalari oldiga yurish uchun ham, orqaga yurish uchun ham birinchi disiplinani bosib, keyin skors ko'rib harakatlantirib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, orqa tomonida qishloq xo'jalik vom joylashgan. Bilasizlar, katta traktorlarda ham bu narsa bor, juda ham kerakli narsa. Xolot, qurg'ot, poya somonlarni maydalash uchun ko'pchilik mana shunaqa drabilkalarni ham mana shu qishloq xo'jaligiga ulab turib o't maydaladigan qilishyapti. Xohlaganlar uchun suv nasoslar tushadi, xohlaganlar uchun karter apparatini qilib ishlatsangiz bo'ladi, xohlaganlar uchun o't o'radigan apparatlarni ham qo'yib, orqa tomonidan harakatini olib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, balonlari katta, yaxshi yumshoq balon qo'yilgan, usulli korobka bo'lgani uchun mosi ham katta qilib ishlangan model hisoblanadi akalar. Ukam motoblogini narx-navosini aytib o'tib ketgan deganlar uchun korobkasi 450 talik, 350 talik hamda korobkasi 250 talikligiga qarab, eng kichkina korobkaliklari 3 million so'm, eng yaxshi usulli korobkaliklari 4 million 500 ming so'mgacha bor akalar. Xo'p, endi agregatlari xohlaganlar uchun mana shunaqa addenniy sotuvga temir balonlarimizni tayinlaganmiz. Komplekt holatda narxlari 500 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha. Kartoshka qo'lasangiz, agat olganingizda va bunaqa universal agatlarni ulaganingizda temir balonini qo'yib ishlatsangiz, juda ham yaxshi, baquvvat hamda agatlarni ham tekis olib beradi. Xo'p,
orqa tomonidagi agatimiz akalar, bu universal agat. Xolasangiz 50, 60, 70 qilib, xolagan legirovkangizga qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bunimizning narxi 400 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha. Motoblogimizdan tashqari отдельный hisoblanadi, chunki bu agregatlarni o'zimiz yasaymiz akalar. Xo'p, undan keyingi motoblogimizda xolaganlar uchun ingichkaroq shirokki balon emas, ingichkaroq balonlarimiz bor. Bularimizni narxi 400 mingdan 1 milliongacha. Universal pullarimiz bor. Xohlagan tomoningizga, xolasangiz o'ngga, xolasangiz chapga legirovka bo'lib, mana shu holatda o'tadi. Turpoqni ham ikkita tomonga suraveradi. Bularimizni narxi 500 mingdan 1 million so'mgacha. Narxlari nima uchun qimmat, arzon bo'lyapti deganlar, temirlarning qalin yupqaligiga qarab narxi o'zgaradi. Xo'p. Videoni boshida tekinga matapila beraman dedim. Ko'rishinglar mumkin, matapilalarimizdan assortiment ko'p. Biz do'konga kelasiz, ko'chada turgan o'zingizga yoqqan bitta motoblogni xarid qilasiz. Xarid qilib olganingizdan keyin do'konni ichiga kirib, mana shu omadli barabanimizni aylantirasiz. Bu omadli barabanimiz ichida ko'chada hozir ko'rsatib o'tgan benzapila, undan tashqari shurpavor, balgarka va unaqa pichalka apparatlari shunga o'xshagan mana shu do'konimizda turgan 100 xil noshig instrument shu barabanga qo'yib qo'yilgan. Bizni do'konga kelasiz, o'zingizga yoqqan bitta motoblogni sotib olasiz. Sotib olganingizdan keyin barabanimizni aylantirib, nima instrument tushsa, tekinga olib ketasiz. Shuni hisobiga videoga bitta like bosib, kommentda omad deb yozing va do'konimizga kelganingizda yaxshi instrumentlarni tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.